Zaribjon aka katta bir korxonaning direktori. U yaxshi inson. Chunki hayotda juda ko'p qiyinchiliklarni, issiq sovuqlarni boshdan o'tkazgan inson. Shuning uchun bo'lsa kerak, u Karimjonni ishga qabul qildi. Karimjon juda ko'p tashkilotlarga, juda ko'p korxonalarga borib ish so'ragan. Lekin unga ish bermaganlar. Chunki u qamalib chiqqan. Hozir biz ko'radigan lavhada Karimjonga bildirilgan mana shu ishonchni u oqlaydimi yoki oqlamaydimi? Biz uning guvohi bo'lamiz. Barnoxon Karimjonni chaqirib yuboring. Mumkinmi Zarifjon Yo'ldoshovich chaqirganmidingiz? Kel Karimjon. Karimjon, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchi uchun Ahmadjon doimiy homiyimiz Ahmadjon aka 100 million so'm pul bizga ajratganlar. O'sha pulni borib olib kelishing kerak. Men senga ishonaman. Zarifjon Yo'ldoshovich, meni kimligimni bilasiz. Oldin nima ish qilganimni, ma'muriy javobgarlikka tortilganimni ham bilasiz-ku. Buncha pulni olib qaytib kelmasam-chi? Karimjon, men senga ishonaman. Hatto buyuk Amir Temur bobomiz ham hatto dushmanlariga ishongan. Men senga ishonaman. Xo'p bo'ladi. Mumkinmi? Kel Karimjon. Mana Zarifjon Yo'ldoshovich, bergan topshirig'ingizni bajardim. Karimjon, sening pul olib kelishingni bilardim. Sendan kelajakda yaxshi inson yetishib chiqadi. Sen yetim yesirlarning haqini yemasligingni bilardim. Sen yaxshi insonsan. Ishonch bu buyuk kuchdir. Ishonch buyuk kuch. Karimjon bu ishonchni oqladi. U Zaribjon akaning oldiga kirib, yangi topshiriqlar oldi va bu topshiriqlarni a'lo darajada bajardi. Karimjon yetimlikda o'sdi. Uning ota-onasi vafot etgan edi. U mehr ko'rmadi. İnsoniy munosabatlarni olmasdan o'sdi. Unda atrofdagi odamlarga nisbatan shunday bir ustanovka shakllandiki, odamlar yomon, atrofdagilar yomon, sen ham yomon bo'l. Psixologiyada shunday bir g'oya borki, insonni o'zgartirish uchun, uning hayot mazmunini o'zgartirish uchun avvalambor insonga, atrofimizga ishonch bildirishimiz kerak. O'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Shundagina atrofdagi odamlarning ham ishonchi oshadi. Ular hayot mazmuni o'zgaradi. Zaribboy aka sog'lom, oddiygina identifikatsiya jarayonini ishga tushirdi. Ya'ni yoshlarda hayot mazmunini o'zgartirishning ishonchli yo'llarini topdi. Bu tashkilotda juda ko'p yoshlarning kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishlariga sababchi bo'ldi.